Ekranda ko'rib turgan bola yosh bo'lishiga qaramasdan o'z biznesiga asos soldi. Qanaqa biznes deysizmi? U oyoq kiyimlarini tozalaydigan maxsus kremlar sotuvini yo'lga qo'ydi va kremlarni qay darajada ishga yaraydigan ekanligini videolari orqali ko'rsatib berdi. Hattoki blogerlarga reklamaga berishga puli bo'lmasdan o'zini do'stlarini videolarda ishtirok etishga ko'ndirdi va har xil yosh bolalar videolar yasab berishdi va butun Hindiston uning mahsulotlari haqida ma'lumotga ega bo'lishdi, qiziqishdi va xarid qilishni boshlashdi. U aynan reelslar orqali, videolar orqali o'zini hayotini, blogini, undan tashqari mahsulotlarini qay darajada sifatli ekanligini ko'rsatib bera oldi va hattoki dastavka jarayonlarigacha ko'rsatdi. Bu esa uni sotuvlarini yanada oshirib berishda yordam berdi. Agarda siz ham o'zingizning biznesingizga asos solmoqchi bo'lsangiz, sayfamga obuna bo'ling, chunki juda ham ko'plab biznes ideyalarini topishingiz mumkin.